Assalomu alaykum. Nomusga tegish jinoyatlar haqida gaplashamiz. Avvalo, 16 yoshga to'lmagan qizmi, o'g'il bolami farqi yo'q. Jinsiy aloqa qilish mumkin emas. Rozi bo'lsa ham, rozi bo'lmasa ham. Chunki Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha taqiqlangan, aynan 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan rozi bilan aloqa qilish, ojiqlar bilan aloqa qilish mumkin emas biz qonunchilikda va bu 5 yilgacha javobgarlik, ya'ni ozodlikdan mahrum qilishgacha olib kelishi mumkin. Undan tashqari 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan roziligi bilan unga qanaqadir pul berib, moddiy manfaatdor qilib yoki mulkiy nimadir berib roziligini olib aloqa qilish ham mumkin emas. Bu 4 yilgacha javobgarlikka keltirib chiqaradi. Jinoyat kodeksi 128-1-modda bu bo'yicha javobgarlik tartibga soladi. Shuning uchun aynan yoshini ertaga bilmagandim men, o'zi rozi bo'lgandi degan narsalar bilan bu turdagi jinoyatlardan qutulib ketib bo'lmaydi. Ikkinchi turkumda aynan zo'rlik ishlatib, kuch ishlatib, aldab, qo'rqitib yoki boshqacha tarzda ojiz ahvoldan foydalanib nomusga tegish jinoyatlari holatlari tarkibi haqida ko'rib chiqamiz. Demak, diqqat qilishimiz kerak bo'lgan narsa 16 yoshgacha bo'lmagan shaxs bilan umuman mumkin emas. 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan pul berib mumkin emas, ya'ni moddiy manfaatdor qilib mumkin emas. Agar bu narsa o'ylaydigan bo'lsa, yoshni bilmaslik yoki o'zi rozi bo'lgandi, men uni katta inson deb o'ylayapman degan narsalar bilan oqlovga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun bu masalalarda aynan diqqatli bo'lishni so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.